Assalomu alaykum. Ismim Samandar. Hozirgi kunda 1 yilga yaqin mobaynida media marketing umuman olganda SMM sohasida 1 yilga yaqin tajribaga ega SMM mutaxassisman. Hozirgi kunda birinchi bo'lib metodik strategiyamizga keladigan bo'lsak, ya'ni birinchi modul, ikkinchi modul, 3 ta modulga bo'lib o'rganamiz. Birinchi modulda SMM ga kirish va ijtimoiy tarmoqlar, ikkinchi modulda esa birinchi modulning ya'ni ikkinchi mavzusida qismida SMM strategiya, kontent turlari, ssenariy tuzish va uni boshqarishni o'rganamiz. Uchinchi darsimizda esa SWOT analizi, to'rtinchi darsimizda CGM. Ya'ni ikkinchi modulga o'tadigan bo'lsak, raqobatchilar tahlili, ya'ni bundan keyin customer developer, bundan tashqari keyin yana ikkinchi modulimizning 3-qismida content marketing, 4-bo'limida esa content plan tuzish. 3-modulga o'tadigan bo'lsak, umumiy SMM da olgan bilimlarimizni jamlash maqsadida, ya'ni jamoa bilan ishlash, jamoani boshqarish ko'nikmalari va mijoz topish texnikalari bilan mijoz topish texnikalari haqida gaplashib o'tamiz. Birinchi SMM ga to'xtaladigan bo'lsak, SMM o'zi yoyma aytadigan bo'lsak, ya'ni bu social media marketing, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar marketingi. Bu o'zimizning oddiy traditional, ya'ni an'anaviy marketingdan ko'ra, ya'ni hozirgi kunda ijtimoiy tarmoqlar rivojlanayotganligi uchun o'zini har xil kompaniyalar, biznes egalari produktini media orqali sotish uchun SMM jamoalardan, ya'ni SMM menejerlardan foydalanadi. Endi aytadigan bo'lsak, SMM jamoani haqida gapiradigan bo'lsak, SMM jamoaga bittagina SMM menejer bilan hozirgi kunda ish bitmaydi. Bu yoqda bizga kerak bo'ladi dizayner, kerak bo'ladi videograf, video montajyor va yana copywriter, har xil marketing, mediaga oid ko'pgina soha vakillari kerak bo'ladi. Endi bizda asosan social media, ya'ni ijtimoiy tarmoqlar deganimiz uchun bizda O'zbekistonda hozir bo'layotgan, ya'ni yurib turgan ijtimoiy tarmoqlar haqida gapirsak bo'ladi. Bulardan asosiysi Instagram, Telegram, YouTube, TikTok. Endi TikTokni uncha aytmasang bo'ladi, chunki TikTok O'zbekistonda rasmiy yopiq, chekkadan kirgan, ya'ni VPN orqali ishlatsa bo'ladi. Buni deyarli kiritmasang ham bo'ladi, chunki hozirgi kunda TikTok orqali deyarli O'zbekistonda produkt sotuv qilinmaydi. Asosan bizda Instagram, Telegram va YouTube dan foydalaniladi. Xo'p, endi rasmiy statistikaga keladigan bo'lsak, ijtimoiy tarmoqlardan boshlasak, bizda O'zbekistonda eng mashhur ijtimoiy tarmoq qaysi? Eng mashhur ijtimoiy tarmoq bizda hozirgi kunda O'zbekistonda Telegram hisoblanadi. Ya'ni bunda O'zbekistonda 20 millionga yaqin, 20 milliondan ham ko'proq foydalanuvchi bor va bu O'zbekistonda birinchi o'rinda turadi. Ikkinchi o'rinda esa bizda Meta va Instagram turadi. Ya'ni Instagram va Meta birga bo'lgani uchun ikkitasi qo'shib hisoblanganda 5 million, 6 million, ya'ni ikkilasini qo'shganda 11 millionga yaqin foydalanuvchi bor. Bu degani biz agar O'zbekiston sharoitida social media orqali produkt sotadigan bo'lsak, maksimal ko'rgan taqdirda ham, ya'ni chetga chiqmagan taqdirda 11 millionga yaqin foydalanuvchi bizning produktimizni reklamasini ko'radi. TikTokda boya aytgandek reklamaga keladigan bo'lsak, ya'ni foydalanish bo'yicha aytadigan bo'lsak, yuzerlar soni qancha? Deyarli yo'q, 0. To'g'ri bor, faqat bu O'zbekistonda rasmiy hisoblanmagani uchun TikTokda yuzerlar sonini biz 0 deb qaraymiz. Xo'p, Instagramda professional akkaunt ochish. Endi bizda hozir asosan Instagram bo'lgani uchun bizda ko'proq Instagram akkauntdan foydalaniladi. Ya'ni bu yoqda professional akkaunt ochishda o'zimizda oddiy bilganimizdek chap menyuda tepada turgan menyudan biz foydalanamiz. Bunda o'zimizga kerakli bo'lgan kompaniyamiz bo'ladimi yoki shaxsiy brend orqali sotmoqchi bo'lsak, o'sha kompaniya nomi yoziladi va bunda asosan o'sha nomga nisbatan username ishlatiladi va shu orqali sotuv qilinadi. Ya'ni brendni tanitish asosan Instagramda mana shu orqali amalga oshiriladi. Bizda keyin yana social media haqida aytadigan bo'lsak, xo'p, bizda asosan yana shu Telegram orqali sotishni aytadigan bo'lsak, ya'ni media sifatida qarasak, hozirgi kunda unchalik rivojlanmagan, ya'ni odamlarda ko'proq post o'qish, ya'ni postni tomosha qilishdan ko'ra ko'proq bizda Reels, uzun formatda bo'lsa podkast formatlarini ko'rgan qulayroq. Shuning uchun hozirgi kunda bizda Instagram va YouTube'da social media orqali, ya'ni produkt sotish yaxshi rivojlanyapti. SMM haqida yana gapiradigan bo'lsak, social media, ya'ni SMM da
ko'pchilik o'ylaydi, masalan, oddiy har xil joylarda xohlagan joyidan turib ishlash mumkin, ya'ni telefonda yoki kompyuterda xohlagan joyda ishlash mumkin deb ko'pchilik nazarda tutadi va osonligi uchun ham ko'pchilik mana shu sohaga kiradi. To'g'ri, bu har joydan, xohlagan joydan ishlasa bo'ladi. Ya'ni uyda o'tirgan joydami yoki ofisda, ko'chada, muhimi internet ishlasa bo'ldi. Internet ishlagan joyda bemalol hozirgi kunda gadjetlardan foydalanib SMM sohasida ishlasa bo'ladi va tajribaga qarab aytishimiz mumkin, masalan, $800 dan $1000 gacha, $1000 dan tepa yuqori proyektlarda daromad topsa ham bo'ladi. Lekin endi har bitta ishni o'zini minus tomoni bo'lgani kabi SMM da ham bir nechta qiyinchiliklar bor. Ya'ni bu yoqda bizda asosan marketing bo'lgani uchun biza sotuv qilishimiz kerak. Ya'ni SMM menejer sotuv qilish kerak. Bu sotuvda biznes egalari bilan ishlanadi. Agar biznes egasining avtoriteti, ya'ni o'ziga bo'lgan ishonchi, e'tiqodi, qadriyatlari to'g'ri kelmasa, bu yoqda SMM menejer aynan shu narsaga moslashi kerak. Endi hozirgi kunda hammada har xil vaziyat, sharoit o'zini fe'l-atvor xarakterida kelib chiqqan holda ko'pchilik biznes egalariga nima deydi, yoqmaydi. Masalan, bizda SMM menejer qiladigan kontent yoki SMM menejerni sotuv strategiyasi yoqmaydi. Chunki SMM rivojlanganiga ko'p bo'lmagani uchun bizda asosan hozirgi kundagi 100 ming balki $1 million dan oshiq kapitalga ega tadbirkorlar eski traditional marketingda qolib ketgan. Shuni hisobiga ham hozirgi kunda SMMda ozgina stresslar deymizmi, qandaydir charchoq, mijozlar bilan kelishishda ozgina muammolar bo'ladi va buning natijasida o'z-o'zidan SMM sohasidagilar ko'p qolmaydi. Ya'ni aytadigan bo'lsak, 20 ta yoki 30 ta SMM menejer bir vaqtda tayyorlanishni boshladi. 3 oylik tayyorgarlik desak, oxiriga borib sohada qolganlar juda ham kam. Masalan, 3 dan 1 yoki 3 dan 1 ham qolmaydi. Ya'ni 30 tadan 7 ta 8 ta, 7 ta 8 ta odam ishga kirganda ham SMM jamoada yoki boshqa o'ziga shaxsiy proyekt olganda ham qolishi qiyin bo'ladi. Nima demoqchiman? Bu yoqda SMM menejer stresslarga va odamlar bilan chiqib ketishga, ya'ni networkingga yaxshi bo'lish kerak. Endi SMM umuman marketing sohasini oladigan bo'lsak, bunda har doim yana rivojlanish kerak. Agar rivojlanmasdan qolib turib bir joyda qotib qoladigan bo'lsa, bu yoqda soha bo'yicha ham o'sish bo'lmaydi, daromad bo'yicha ham o'sish bo'lmaydi. SMM ga, ya'ni media marketing sohasiga kirgan odam boshidanoq o'sha o'saman, rivojlanaman deb turib harakat qilish kerak. Xo'p, yana o'sha boya aytganimizdek, SMM ga kiradigan odamlarning qolishi va qolmasligi katta ehtimol shu kompaniya, ya'ni brend egalariga bog'liq. Bu yoqda ustozimiz Shahar Davlimov aytgandek, agar proyektni yaxshi yuritish uchun birinchi navbatda ownerni, ya'ni brend egasini roziligini, ya'ni uni qadriyatlarini yaxshilab o'rganib, unga ko'nikish kerak va agar brend egasi bilan SMM menejer, ya'ni marketing sohasidagi, mediadagi odamning fikrlari to'g'ri kelsa, bu yoqga SMM sohasida, marketing sohasida ishlab ketishi osonroq bo'ladi.